Kasalliklarning boshlanishining hammasi ichakka borib taqaladi. Ichagimiz xuddi o'rgimchak to'riga o'xshaydi, o'rtada joylashgan bo'ladi. Agar ichagimiz nosog'lom bo'lsa, u nagruzkasini buyrakka beradi, o'tqopga, jigarga beradi, oshqozon osti beziga beradi, oshqozonga beradi, yurakka beradi, o'pkaga beradi, teriga beradi. Agar biz yuragimizni, o'pkamizni yoki boshqa buyuragimizni davolaydigan bo'lsak, dastavval e'tiborimizni ichakka qaratishimiz kerak bo'ladi. Buni yo'li oddiy. Agar o'tkir holat bo'lmasa, tabiiy yo'l bilan davolash yo'llari bor. Birinchisi, har kuni 3 mahal ovqatdan yarim soat, 1 soat oldin qaynagan issiq suv ichishni tavsiya qilaman. Ikkinchisi, qo'l energiyasidan foydalanishni tavsiya qilaman. Mana bunday holatda qornimizga qo'limizni qo'yib turamiz. 1 soat, 1 soat. 20 kunda ichakda qanday muammo bo'lsa, hammasini qo'l energiyasi bilan yetsak bo'ladi. Va uchinchisi, albatta nonushta qilish hamda sog'lom ovqatlanishni tavsiya qilgan bo'lardim. Agar mana shu yuqoridagi tavsiyalarimizga amal qilsangiz, ichagingiz 20 kunda yoshlikdan boshlab shamollash bo'lmaydi, barchasi tuzalishni boshlaydi. Bunaqa foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun sahifamga obuna bo'lib qo'ying.